Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly 5 aprel kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan telefonlashganda Sharqi Turkistondagi kishilik huquq masalasini tilga olgan. Bu haqda e'lon qilingan xabarlarga qaraganda, Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Joly Kanada hukumatining kishilik huquq va qonunga hurmat qilish prinsipida chang turganligi, Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligidan andisha qilayotganligini bildirgan. Hindiston taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, Amerikada turishliq to'r bexatarlik shirkati xotirlangan kelgusi tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoy hakerlarining yaqinqi 8 oy ichida Ladakh atrofidagi Hindistonning tok tarqitish markazlariga to'r hujumi qilishga uringanligi e'lon qilingan. Hujumning 2021 yili 8 oydan 2022 yili 3 oygacha bo'lgan oralikda elib berilganligi ko'rsatilgan dokladda Xitoy hakerlarining xalqliq ul asliha sistemasiga oid uchurlarni to'plashni maqsad qilganligi o'tirib qo'yilgan. Xitoydagi karantin sababidan Shanxay portida to'ntilgan yemeklik va ximiyalik buyumlarni to'shiydigan yuk sanduqlari saqlashga majbur bo'lgan. Yük mashinasi cho'pirlarga qaratilgan virus siniqi mahsulotlarning to'shilishini islatgan. Shanxay shahri navbatda Xitoy virusining eng yangi markaziga aylandi. Faqat o'tgan shaharda 20 ming yangi yuqumlanuvchi e'lon qilindi. Türkiye Devlet Mudofaa Ministri Hulusi Akar, O'zbekiston Devlet Mudofaa Ministri Leytenant General Bahodir Qurbanov bilan telefonda suhbatlashdi. Devlet Mudofaa Ministrligining bayonotiga qaraganda, ministrlar ikki taraflik va rayonlik mudofaa, bexatarlik va mudofaa sanoatidagi hamkorlik to'g'risida fikr almashtirgan. Yaponiya Devlet Mudofaa Ministri Kishinobu va Filippin Devlet Mudofaa Ministri Delfin Lorenzo Yaponiyaning poytaxti Tokioda ko'rishib, ikki taraflik va rayonlik masalalarni muzokara qildi. Kishi bilan Lorenzo Xitoyning rayondagi ta'siri va faoliyatining kunsiri kuchayishiga qarshi Yaponiya va Filippinning birlashma manevr orqali bexatarlik hamkorligini taraqqiy qildirishi kerak deb qaradi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi kunsiri kuchayayotgan Tayvan krizisi yana avj oldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosining 10 aprel Tayvanda ziyorati bo'ladiganligi to'g'risidagi xabarga baho berdi. Zhao, agar Pelosi Tayvanni ziyorat qilsa, keskin tadbir qo'llanilganligi to'g'risida ogohlantirib, ziyoratdan kelib chiqqan oqibatlarga Amerikaning mas'ul ekanligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 10 aprel Amerikaning Tayvanga harbiy yordam bilan ta'minlaydigan Tayvan munosabati qonuni ma'qullanganligining 43 yillik ekan. Azerbaycan Tashqi ishlar ministrligi Yevropa Ittifoqi kengashining raisi Charles Michel, Azerbaycan prezidenti İlham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyanning 3 taraflik uchrashuvida hosil qilingan kelishim haqida Azerbaycanning manfaati, rayonning tinch va xotirjamlik taraffiyotiga kafolatlik qilish uchun tashlangan muhim bir qadam dedi. 3 taraf yig'inda Azerbaycan bilan Armeniya o'rtasida tosh yo'l va temir yo'lning ichilishining muzokara qilinganligi o'tirib qo'yildi.